Onasi nemsin bu futbolni. Bitta Barsa bilan Real o'ynamasin. Bittasi o'ynaylik, bu kechqurun tugab ketdi, kechqurun. Bu ertalab ham shu tema. Bu kuchli, u kuchli. Böyle seryozni bo'linglar. O'zlaringizni hayotlaringizga qiziqinglar. Bo'ldi hayda. Tushunaman, interesovatsiya qilish kerak, qiziqish kerak, ko'rish kerak. Lekin kecha o'tib ketdi, ular yotibdi, ular kayf qilib, esidan ham chiqib ketdi. O'zi futbolni o'ynaganlar. Lekin ertalabdan bittasi go'shtni yeyapti. Bu kuchli. Uza hayotda borligingni bilmaydi seni. Hayotda borligingsan, yo'qmisan, kimsan da bilmaydi. Bu yoqda xotining och. Balang och, bachang qorni och, sen bu yoqda yamal deb yuribsan. Bo'ldi endi. Qiziqinglar, ko'ringlar, o'sha kechqurun ko'ringlar, emotsional olinglar, bo'ldi. Ertalab любой gruppaga kirsang, hammasida shu gap. Bir xil dalba yo'qlar Yamalni, qaysidir futbol igrokini hayotini bilganchalik o'zining hayotini, farzandining hayotini bilmaydi. Agar o'shanga ketkazgan vaqtingni, detalni, chap oyog'ida kuchli, o'ng oyog'ida kuchli, kallasi kuchli deb detalni qiziqasan-ku Yamalga, o'zingga qiziqshnay, farzandingga qiziqshnay, ko'rasan qanaqa rezultat olasan. U Yamalni senga bir tiyinlik foydasi yo'q.